2026 Chevrolet Malibu zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiya va samarali ishlashni birlashtirgan o'rta o'lchamli sedan sifatida taqdim etiladi. Ushbu model kundalik haydovchilar, oilalar va uzoq masofalarga tez-tez sayohat qiladiganlar uchun qulaylik, xavfsizlik va ishonchlilikni taklif qiladi. Yangi Malibu tashqi ko'rinishda yanada dinamik va zamonaviy bo'lib, aerodinamik kuzov chiziqlari yonilg'i samaradorligini yaxshilashga yordam beradi va avtomobilga sport ruhini beradi. Old qismida keng radiator panjarasi, zamonaviy LED farlar va nafis kunduzgi chiroqlar joylashgan bo'lib, avtomobilga jozibali va kuchli ko'rinish beradi. Orqa tomonda esa zamonaviy LED orqa chiroqlar va silliq dizayn elementlari Malibu modelining nafisligini yanada oshiradi. Ichki qismi keng va qulay bo'lib, sifatli materiallar va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Haydovchi uchun raqamli asboblar paneli barcha muhim ma'lumotlarni aniq va qulay tarzda ko'rsatadi. Markaziy konsolda joylashgan katta sensorli displey Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa smartfon bilan tez va oson ulanish imkonini beradi. O'rindiqlar ergonomik dizaynga ega bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Old va orqa yo'lovchilar uchun yetarli oyoq va bosh joyi mavjud bo'lib, bu Malibu modelini oilaviy foydalanish uchun ham juda mos qiladi. Bagaj bo'limi keng bo'lib, kundalik yuklar yoki sayohat uchun zarur buyumlarni bemalol joylashtirish imkonini beradi. 2026 Chevrolet Malibu kapoti ostida samarali benzin dvigateli joylashgan bo'lib, kuch va yonilg'i tejamkorligi o'rtasida yaxshi muvozanatni ta'minlaydi. Ba'zi versiyalarda 1.5 litrli turbo dvigatel taklif qilinishi mumkin. U tezkor tezlanish va silliq haydashni ta'minlaydi. Avtomobil avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlanib, haydash jarayonini yanada qulay va samarali qiladi. Shuningdek, ilg'or suspenziya tizimi yo'l notekisliklarni yaxshi yutadi va haydovchiga barqaror boshqaruvni taqdim etadi. Shahar ichida ham